YouTube'da eng katta muammo nimada bilasizmi? Avvaliga videolaringiz zo'r prosmotr oladi, keyin esa birdaniga prosmotrlaringiz tushib ketadi. Va bu holatda ko'pchilik kanaldan umidini uzadi, kanalni sotib yubormoqchi bo'ladi va hokazo. Lekin do'stlar, agarda bu holat sizda kuzatilayotgan bo'lsa, xavotir olmang, chunki bunday kanallarni men ko'pini aktivini tiklaganman va ushbu videoda men sizga ham qanday qilib aynan shunday aktiv tushgan kanallarni aktivini ko'tarishni o'rgatib qo'yaman. Agarda tayyor bo'lsangiz, qani boshladik. Keling, avvaliga nega kanalingiz o'lganini aniqlab olaylik. Kanalingizga uzoq vaqt davomida umuman video yuklamadingizmi? Kanalingizga turli xil mavzularda aralash kontent joyladingizmi? Yoki kanalingizdagi ba'zi videolarni butunlay o'chirib tashladingizmi? Agar shu holatlardan biri siz tomoningizdan bajarilgan bo'lsa, unda tabriklayman. Aslida kanalingiz hali o'lmagan. O'lik kanal hech qanday prosmotr olmaydi. Ammo kanalingizda hali ham 10 ta 20 ta prosmotr bo'lsa, bu kanalingiz koma holatida ekanini va uni tiklash mumkin ekanligini bildiradi. Juda ko'p obunachilarim kanallarini tahlil qilgach, bir narsani tushunganman. Ko'pchilik odamlar aralash kontent yoki ko'chirib joylangan kontent bilan obunachi yig'adi. Ammo vaqt o'tishi bilan ularning aktivi baribir nolga tushib qoladi. Shuning uchun avvalambor bunday kontentlardan uzoqlashishni tavsiya qilaman. Demak, birinchi qiladigan ishingiz kanalingizni tahlil qilish. Qaysi aralash kontent joylagan bo'lsangiz, birinchi navbatda ularni privat qiling, lekin aslo ularni o'chirib tashlamang. Agarda videolaringizni butunlay o'chirib tashlasangiz, yanada qiyin ahvolga tushasiz. Ya'ni bu holatda kanalingiz 10 ta 20 ta prosmotr ham olmasligi mumkin. Shuning uchun videolarni privat qilgach, kanalingizdagi eng ko'p prosmotr olgan top 3 ta videoni aniqlang va o'sha mavzularga oid ko'proq videolar joylashni boshlang. Agar imkoni bo'lsa, o'sha mashhur videongizni ikkinchi va uchinchi qismlarini tayyorlang. Lekin u kanalingizdagi video bilan bir xil bo'lib qolmasin. Chunki YouTube'da bitta videoni bir necha marta yuklash mumkin emas. Xullas, ushbu mashhur mavzularda video tayyorlasangiz, bu kanalingizni boshlang'ich aktivini tiklashga albatta yordam beradi. Chunki men o'zimni va mijozlarimni kanallarida bitta yaxshi prosmotr olgan mavzuni davom ettirganman va ular ham juda yaxshi natija ko'rsatgan. Ekranda o'zingiz natijalarni ko'rishingiz mumkin. Kanalingizni uyg'otishning ikkinchi bosqichi. Endi eng muhim qadam muntazam va to'g'ri yo'nalishda kontent joylash. Avvalo kanalga aniq yo'nalishni tanlab oling. Bu sport bo'lishi mumkin, gaming bo'lishi mumkin, yangiliklar yo'nalishi bo'lishi mumkin va hokazo. Muhimi, tanlagan yo'nalishingizdan chetga chiqmaslik. Aks holda kanalga doimiy tomoshabinlar, oddiy qilib aytganda, mukammal muxlislar yig'ilmaydi. Agar bu shorts kanal bo'lsa, kuniga kamida 2-3 ta shorts video joylang. Agar uzun videolar kanal bo'lsa, haftasiga 2-3 ta video chiqaring. Eng muhimi, videoni har safar bir xil vaqtda joylang. Masalan, men o'zimni uzun videolarimni 20:00 da joylayman va obunachilarim bu vaqtda mendan video kutishga o'rganib qolishgan. Shorts uchun aniq vaqt muhim emas, lekin kunduzi joylashni tavsiya qilaman. Aytib o'tganimdek, mavzu tanlashda eski mashhur videolaringizdan boshlang. Agar bunday video bo'lmasa, o'z yo'nalishingizdagi kichik, lekin faol kanallarni tahlil qiling. Ularning eng ko'p prosmotr olgan videolaridan ilhom oling. Juda katta kanallar g'oyalarini olish tavsiya etilmaydi. Chunki sifat tomonlama ular bilan bellashishingiz boshlanishda qiyin bo'ladi. Agar uzun video joylayotgan bo'lsangiz, YouTube'ning AB testidan foydalaning. Bitta video uchun 3 xil preview tayyorlang. Agar siz yosh YouTuber bo'lsangiz, hali qaysi previewlar ko'proq e'tibor tortishini yaxshi bilmasligingiz mumkin. YouTube esa AB test funksiyasi orqali sizga o'zi eng samarali previewni ko'rsatadi. Shuningdek, bitta video uchun oldindan 3 ta sarlavha ham tayyorlab qo'ying. YouTube'da hozircha nomlar bo'yicha AB test funksiyasi yo'q, lekin video prosmotri yaxshi ketmasa, sarlavhani o'zgartirib ko'rishingiz mumkin. Bu ham aktivni oshirishga yaxshi yordam beradi. Chunki juda ko'p videolar aynan sarlavhasi yomon bo'lgani uchun rekomendatsiyaga chiqmaydi. Shorts videolarda esa boshlanishida tag yozmaslikni tavsiya qilaman.
Chunki shorts asosan scroll orqali ko'riladi va optimizatsiya ikkinchi darajali. Lekin shortsda 3 ta eng muhim narsa bor. Bularni hozir sanab o'taman. Birinchisi mavzu qiziqarli bo'lishi. Tomoshabinlar diqqatini tortadigan, ularni qiziqtiradigan mavzularni tanlang. Bu trend bo'lishi ham, auditoriyangizga mos original g'oya bo'lishi ham mumkin. Ikkinchisi kuchli hook bilan boshlash. Video dastlabki 5 soniyada tomoshabinni ushlab qolishi kerak. Savol berish, hayratlantiruvchi fakt aytish yoki vizual effektlarni qo'llashingiz mumkin. Uchinchisi tomoshabin videoni oxirigacha ko'rishi. Hikoya yoki voqeani oxiriga qadar yetkazish, intrigani saqlash orqali tomoshabinni ushlab turing. Bu YouTube algoritmi uchun eng muhim signal. Bulardan tashqari shortsda like ham yaxshi effekt beradi. Tomoshabinlarni videoga like bosishga undash algoritmda videoni ko'proq tavsiya qilishga yordam beradi. Mana shunday real misol. Mening bir mijozimning American Shorts kanali uzoq vaqt davomida noaktiv holatda bo'lib, har kuni yuzlab obunachilar atpiska qilardi. Biz kanalni prodyuserlikka olib, kuniga 3 ta, ba'zan undan ham ko'p shorts joylashni boshladik va atigi 1 oy ichida nafaqat aktivni tikladik, balki prizi 40 mingtadan ortiq yangi obunachi yig'dik. Aktivni tiklash uchun ba'zida 7 kun, ba'zida 20 kun, ba'zida esa 1 oy yetarli bo'ladi. Ammo 1 oydan so'ng ham rivojlanishni ko'rmasangiz, muammo kontentdan tashqari kanal sozlamalarida bo'lishi ham mumkin. Shu sabab videolar chiqarishni boshlashdan oldin kanal to'g'ri sozlanganiga ishonch hosil qiling. Internetdagi eski darslarga ishonishni tavsiya qilmayman, chunki ular 2025-yilga uchun mos emas. Bilasiz, YouTube algoritmi doimiy o'zgarib turadi va yaqinda ham juda katta yangilanish bo'ldi. Bu haqida esa biz video tayyorladik. Agar siz eng so'nggi va professional nastroykani xohlasangiz, bunga sizga biz yordam beramiz. Ekrandagi Vegeta admin profiliga nastroyka so'zini yozing. Biz sizga aloqaga chiqib, batafsil ma'lumot beramiz. Agar hali YouTube'da o'z kanalingizni ochmagan bo'lsangiz, bu ishni professional tarzda amalga oshirishingizni tavsiya qilaman. Chunki noto'g'ri ochilgan kanal hech qachon YouTube'da rivojlanmaydi. Agar bu borada sizga yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, biz sizga yordam beramiz. Biz sizga noldan kanal ochib, unga unikal nom, professional banner avatarka, rekomendatsiyaga chiqadigan qilib kanalingizni sozlab beramiz. Bundan tashqari hozirda ko'pchilik duch kelayotgan raqam bilan tasdiqlash muammosini ham hal qilib beramiz. Kanal ochishga hoziroq buyurtma berish uchun ekrandagi manzilga yangi kanal so'zini yozing va biz sizga batafsil ma'lumotni yuboramiz. Endi esa eng muhim bosqichga keldik. Ya'ni umuman mumkin bo'lmagan, lekin ko'pchilik qiladigan xato haqida gaplashamiz. Demak, eng katta xatolardan biri bu videoni nakrutka qilish yoki do'st va tanishlarga videoni tarqatish. Ya'ni siz videongiz ko'proq prosmotr olishi uchun video yuklangandan darrov ko'proq like va kommentariya bo'lishini xohlaysiz va videongizni har xil Telegram gruppalarga yoki tanish bilishlaringizga yuborishni boshlaysiz. Va sizni tanishlaringiz iltimosingiz uchun videoga kirib like bosishi va kommentariya qoldirishi mumkin. Lekin katta ehtimol bilan keyingi videongiz ularni rekomendatsiyasidan chiqqanda ular videongizni tomosha qilmaydi. Shunchaki o'tkazib yuborishadi. Bu esa YouTube'ga juda yomon signal beradi. Natijada YouTube videolaringizni rekomendatsiya qilishni qiyinlashtiradi. Shu sababli videoni faqat YouTube ichida tabiiy usulda rivojlantirishni tavsiya qilaman. Shuning uchun sabrli bo'ling va eng muhimi bitta yo'nalishda doimiy kontent joylang. Shu sababli do'stlar, videoni faqat YouTube'ni o'zida tabiiy ravishda rivojlantirishni maslahat beraman va eng muhimi sabrli bo'ling hamda bitta yo'nalish tanlab doimiy shu yo'nalishda kontent qiling. Bugungi videomiz do'stlar shulardan iborat edi. Agar video sizga motivatsiya bergan bo'lsa yoki qandaydir yordam bergan bo'lsa, iltimos videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va kommentariyada tushunmagan joyingizni yoki o'z savollaringizni yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr!